Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun uyda olma pishuvdi. O'shani yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'rligini kompot qilib bekitib qo'ysangiz, qishda shundayligicha saqlanadi. Voy. Olmalar sotuvi boshlandi. Dehqonchilik. Kimga kerak bo'lsa o'zimga murojaat qilaverasizlar. Shakar ham qo'shish shart emas bunga. O'zi shakar ichida. Olmani yaxshi ko'raman-da. Olmalar Portugaliyani olmasi, Sigus deb nomlangan olma bu. Olmaga xaridor bo'lib kelganlarga 5 kilodan shopda olib bonusga beriladi. Shopda olma hidini qarang. Subhanolik. Hech qaysi mevalarga shakar kerak emas. Eng qizig'i,